Assalomu alaykum, mana YouTube'dagi Shinavandning obunachilari. Agar bu videoni o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, aniq afsonasiz videoda boshidan bitta like bosib qo'ying, keyin kommentariyaga ukajonim ishlarga rivoj gazini bosing deb yozib esdan chiqmasa. Xudo xohlasa mana biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida o'zimizning ofisda turibmiz. Xudo xohlasa mana Umra safariga reyslar qo'yildi, yo'llar ochildi. 2026-yil 5-iyun sanasida xudo xohlasa sizlarga video qilyapmiz. Hayla do'stlar, sizlarga bitta narsani iltimos qilib qolaman. Hozir birorta joyga borib yaxshilab o'qinglar. Keyin bitta muzeyda ko'rib olib kelib, men telefonni qo'yib yuboraman. Ko'radigan video bo'lyapti. Xudo xohlasa, hozir umra narxlari, sharoitlar undan tashqari qatdan qanaqa uchiladi, keyin sharoitlari mana qanday elga borish, hamma ularni xudo xohlasa to'liq ma'lumotni sizlarga berib o'tib ketamiz. Videoga aytgandek bitta like bosib, obuna bo'lish tugmasini yozib esdan chiqmasin. Xafa bo'lmaysizlar, anchadan beri video qilganimni sepilmatini kesib bo'ladi deb. Adashmayman. Do'stlar, qaylar, xudo xolasa, bonuslarimizdan birinchi bo'lib boshlaymiz. Bonuslarimiz erkaklarimizga alohida bitta chamadon beramiz. Bonuslarga keyin oyoq kiyim beramiz. Keyin zo'ntichalar beramiz, ehromlar beramiz. Ehrom bilan bir kamarni ham qo'shib beramiz. Keyin bo'yin yostiqlar beramiz. Keyin alohida qo'l rishni so'mkachalar beramiz. Bunaqa narsani hech qaysi private bermaydi. To'g'ri, qayerdan bermaydi. To'g'ri. Hech qaysi private bermaydi, faqat biz beramiz. Undan tashqari hozir onalarimizga, ayollarimizga ham qo'l rishni so'mkacha beramiz. Piretcha beramiz. Keyin alohida zo'nticha beramiz. Keyin ro'mol beramiz, bo'yin yostiq beramiz, jaynamoz beramiz. Chamadon ham beramiz. Erkaklarga ham jaynamozlar beramiz. Bunaqasi haqiqatan bo'lmaydi do'stlar. Bunaqasi bo'lmaydi. Qani restimizga keladigan bo'lsa, restimiz xudo xolasa, birinchi, ikkinchi restoranda xudo xolasa Toshkent to'g'ridan to'g'ri Jiddaga bo'lmasa Madina Emronga bo'ladi do'stlar. Qaylar gazsiz masofalarni aytib o'tgan bo'lsak, Madinada xudo xolasa gazsiz masofamiz 80-100 metr bo'ladi. Makkada bo'ladigan bo'lsa 1 kilometr 300. 1 kilometr 300. 4 yulduzli mehmonxona bo'ladi. Qarang, Madinada 2 mahal milliy taom beriladi. Makkada 3 mahal milliy taom beriladi. 1-2 beriladi, qo'yiq suv beriladi. 10 xil xudo xolasa salatlarimiz, meva-chevalarimiz xudo xolasa zo'r bo'ladi. Malakali 50 boshi. 50 boshdan o'zimizning akamiz bo'ladi, Kamoljon xo'ja akamiz bo'ladilar. Xudo xolasa aka borgandan keyin sharoitlari, hamma yo'llarni xudo xolasa zo'r qilozlari kuzatib oladilar. Xudo xolasa maza qilib borib kelasizlar. Mana shu videoda srochni tanish bilishlardan tashqari hozir otalarga umraga boraman degan do'sti birodarlarga ulashinglar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsalar, yana ham to'liqroq ma'lumotlarni beramiz. Sizlarga aytganimiz o'sha bonuslar hammasini sizlar uchun beramiz do'stlar. Hech qaysi rang qilmaydi. Sizlarga iltimos qolaman, kommentariyaga chiroyli so'zlar yozib ketinglar do'stlar. Obuna bo'lishingizni esdan chiqarmang, like bosishni esdan chiqarmang. Mana shu videoda o'sha aytgandagi tanish bilishlarga tashlab beringlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Obuna bo'lsanglar zo'r videolar qo'yib boramiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.